eshitamiz, muhokama qilmaymiz. Uchrashuvga chiqib kelganingdan keyin erga bergim kelmay qolgansan. Qisqanganman, kuyovimni chaqirganman deb shu yanishib qoldim. Abduqodir, qo'ying, keling, sizni ham qiynamay, o'zimni ham qiynamay. Hali tayyor emas bu turmushga chiqishga deb. Rosa kuyovimni aynatishga harakat qilganman. Sandan bekitib. Odamlar qizini erga bera olmay o'ladi, mana odam bechora. Oyijon, sizligimda rosa qattiq qo'yib turgansiz-ku. Kelindek tarbiya qilgansiz. Xudodan nima so'raganman ayting? Onamga o'xshagan qaynonadan o'zi yansiradiganman. Bilaman. Muhokama qilmay. Lekin men ham Xudodan so'rardim. Senga o'xshagan dangasa kelin uchramasmi? Bir xil paytlar aqlli bo'lib ketasan, nimaga aql o'rgatasan? O'shanaqa bir urib o'ldirib qo'ygim keladi. Ertalab 11-12 gacha uxlasa indamasdingiz-ku. Kichkina qizingiz. Shunaqa alam qilardi. Men soat ertalab 6da baqirib, urib uyg'otganlaringiz esimga tushardi, shu qizingizga indamasligingiz. Lekin jim turardi mayli deb. Siz ajratgansiz. Yo'q, muhokama qilmaysiz. Siz ajratgansiz ikkita qizingiz. Bu muhokama qilmay. Dilimda qolib ketgan shu gap aytaman deganman. Lekin bloger bo'lishni hech ham xohlamadim. Hozirchi. Endi sabr qilib chidamanman. Bu topganing uchun nima dedingiz? Video ochgandan keyin kalta emasmikinman? Endi bilmayman, ko'ramiz. Yo'q, muhokama qilmaymiz. Video ochgandan keyin muhokama qilmaymiz. Bitta kichkina ziringiz bo'lardi tilla. Men taqqanman deb bir kuni o'rtog'im bilan fotosessiya borganmiz. O'rtog'im taqib turganda shu bilan qaytib bermagan qolib ketgan. Muhokama qilmaymiz. Buni ko'paytirib zirga olib beraman. Voy, qaysi o'rtog'i? Kundoz. Voy, tavba, nima olmagansan? Bermagan qaytib. Endi lo'q bo'lganman deb. Haqiqatan lo'q bo'lgansan. Shu lo'qliging yoqmas. Muhokama qilmaymiz, oyijon, iltimos. Shunday dardlarim e'tiboriy bo'ynimda qarz bo'lib ketmasin. Narsa aytaymi? Mana shu hammalarga bir soliq qo'yib qo'ygim keladi-da. Palon puldan ham men bellaring xaroyda deb. O'shanda men yaxshi yuraman deb aytgim keladi-yu, ayta olmayman shuni. Qo'ying oyijon, soliq qo'ying. Yaxshi yursangiz qo'ying. Sizdanmi? Erga teggandan keyin har kuni ertalab voqli telefon qilib, "Tur o'rningdan podezingni tozala, tur o'rningdan eringga choy tayyorla, tur o'rningdan uylaringni tozala" derdiz-ku. O'shanda vash addini tushganimni his qilmasdim-da. Ozginadan keyin siz telefon qilsangiz bezuk qilib qo'ygan bo'lgandim. To'g'risida, alohida tushgandan keyin telefon qilib, men qaynonamdan battar ishlatardingiz. Ajab qilma, xo'p qilma. Muhokama qilma. Xo'p.